Yurakni qayerda eng yaxshi operatsiya qilishadi? Xirurgiya markazida, chunki bu yerda yuqori tajriba, texnologiya va kuchli jamoa mavjud. Qayerda yurak operatsiyasi xavfsizroq bajariladi? Xirurgiya markazida, chunki bu markaz 52 yillik tajribaga ega. Qayerda yurak operatsiyasi eng maqbul narxlarda? Xirurgiya markazi. Eng kuchli kardioxirurglar qayerda ishlaydi? Xirurgiya markazida, chunki bu yerda 10 dan ortiq ochiq turdagi murakkab yurak operatsiyalari, tibbiyot fanlari nomzodi, tibbiyot fanlari doktori, professorlar va oliy toifali yurak jarrohlari tomonidan amalga oshiriladi. Qayerda natijalar yaxshiroq? Xirurgiya markazida, chunki bu yerda juda kuchli reanimatsiya, anesteziologiya va diagnostika bo'limlari mavjud. Murakkab holatlarda ham operatsiya qilishadimi? Albatta, xirurgiya markazida o'tkazib yuborilgan yurak kasalliklari va qo'shimcha o'pka, buyrak, jigar xastaliklari bo'lgan bemorlarda kompleks davo olish uchun qo'shimcha mutaxassislar ham mavjud. Nega yurak operatsiyasi uchun joy tanlash o'ta muhim hisoblanadi? Yurak operatsiyalari juda murakkab va jiddiy operatsiyalar hisoblanadi. 3-4% gacha o'lim bilan tugashi mumkin bo'lgan jiddiy operatsiyalar bo'lgani uchun xirurgiya markazlarida yoki respublika ixtisoslashtirilgan markazlarda o'tkazish juda muhim hisoblanadi. O'zbekistonda birinchi bo'lib yurak operatsiyasi qayerda bajarilgan? 1960-yilda eski Toshmida akademik Vohidov tomonidan amalga oshirilgan. Keyinchalik esa akademik Vohidov nomli xirurgiya markaziga 1974-yilda asos solingan va shu yildan beri yurak operatsiyalari bajarib kelinadi. Aziz yurtdoshlar, bugungi kunda O'zbekistonning barcha viloyatlarida murakkab turdagi yurak operatsiyalari yaxshi natijalar bilan amalga oshirib kelmoqda. Agarda sizga yurak operatsiyalariga muhtojlik bo'ladigan bo'lsa, bizning 50 yillik tajribaga xirurgiya markazimiz sizning xizmatingizda. Bundan da foydaliroq ma'lumotlarni olish uchun mening sahifalarimga obuna bo'ling va like bosing. Salomat bo'ling.